amaliy qismida o'tgan darslarimizda vav va lom harflarini o'tgan edik. Bugungi darsimiz h harfini o'tamiz. Bunda e'tibor berishimiz lozim bo'ladi. Bugungi mavzuyimiz nisbatan murakkabroq mavzu, chunki bu Qur'ondagi h tovushi bizning o'zbek tilidan umuman boshqacha talaffuz qilinadi. Shu bizning tilda yo'q bo'lganligi uchun talaffuz qilishlik sal murakkabroq kechadi va tushunish ham murakkabroq bo'ladi. Shuning uchun mana rasmda iloji boricha tushuntirishga harakat qilamiz. Buni e'tibor bilan kuzatadigan bo'lsak, chiqarib olguncha murakkab, lekin chiqarib olgandan keyin bu oson talaffuz qilinadigan harf hisoblanadi. Mana ha va hamza tovushi. Nega hamzani yonma-yon berdik? Mana bu rasmdagi ko'k rangda berilgan qism halqum, ya'ni halqumimiz hisoblanadi. Mana shu halqumning eng quyi qismidan, mana bu belgidan, mana shu yerdan hamza bilan h yonma-yon, ikkalasi bitta joydan chiqadi. Hamza va h. Halqumning eng qismi deyilgan. Hamma kitoblarda ham va o'qilishda ham hamma joyda shunday berilgan. Buni ta'kidlayotganimizga sabab, hech qayerdan h ning mahraji qorin yoki o'pka deyilmagan. Buni sababini hozir tushuntiramiz, nega bunday deyotganimizni. Demak, h ning mahraji halqumning eng quyi qismi bo'ldi. Mana shu yer. Mana bu rasmdagi belgilar esa mana shu ichki a'zoyimizda joylashgan a'zoyimiz hisoblanadi. Yuqorida sifatlar bobida o'tgan edik, tovush paychalari deb. Mana shu o'sha tovush paychalari hisoblanadi. Shu tovush paychalari harfni talaffuz qilayotganda tebralib chiqadigan bo'lsa, harakatlanib chiqadigan bo'lsa, demak jarangli tovush kelib chiqardi. Bunda tovush hosil bo'lardi, ya'ni jarangli tovush hosil bo'lardi. Agar harakatlanmasdan chiqadigan bo'lsa, jarangsiz, ya'ni hams sifati hosil bo'lar edi. Endi mana shu tovush paychasi agar talaffuz qilayotganimizda to'la yopiladigan bo'lsa, hamza, sukunli hamza chiqadi. Mana masalan a desak, mana tasavvur qilishga harakat qilib ko'ramiz. Mana shu ichimizdagi, ya'ni halqumimizdagi ichki a'zoyimiz mana shu to'la yopildi va shu bilan hamza talaffuz qilinadi. Agar bunda azgina bo'lsa ham ochiq joy qoladigan bo'lsa, bo'lib havo chiqib ketib qoladi, hamzani sifati to'liq chiqmaydi. Shaddaligi ham xuddi shunday edi. Shadda sifatida aytgan edikki, mahrajiga to'la suyanish kerak. Mana bu mahraji, hamzani mahraji to'la bir-biriga yopildi, hech qanday havoni o'tkazishlikka imkon yo'q. Mana shunday bo'ladigan bo'lsa, hamza to'liq chiqadi. Bu endi harakatli hamza deyilgan. I, u desak, mana shu bir-biriga urilib qaytgandagi holati bu. Bir-biriga mana bunday urilib ochilgan paytda a yoki i yoki u talaffuz qilingan bo'ladi. Ana endi ha ham xuddi shu joydan chiqadi. Shuning uchun ikkalasining mahraji yonma-yon deyilgan, bitta joydan, ya'ni halqumning eng quyi qismi hozir bu. Mana shu yerda joylashgan qismi. Ichki a'zoyimiz mana shu yerda joylashgan, halqumimizning eng quyi qismi. Ha tovushi endi mana shu halqumimizning ichki devori hisoblanadi. Mana bu bo'lak, mana bu qizilda ko'rsatayotgan bo'lagim halqumimizning ichki devori. Kelayotgan o'pkamizdan keladimi, qornimizdan keladimi, kelayotgan havo mana shu yerdan sirg'alib o'tsagina h tovushi talaffuz qilinayotgan bo'ladi. Mana shu kelayotgan qandaydir tovush shu halqumimizga sirg'alib tegib o'tayotganini belgisidir. Endi agar buni katta ochib yuboradigan bo'lsak, mana bu ikkita chetini kattaroq ochadigan bo'lsak, havo hech qayerga tegmasdan to'laligicha chiqib ketib qoladi. Ham havoni yo'qotamiz, ham mahraj haliga aytganimizdek qorindan chiqayotgan bo'lib qoladi. Yuqorida aytib o'tdim, bejizga ha ning mahraji qorinmas deb, agar desak, hech qayerga urilmasdan qornimizdan kelayotgan havo shunday bemalol hech qayerga tegmasdan chiqib ketayotganligi uchun uning mahraji qorin hisoblanib qoladi. Yoki o'pkadan kelayotgan havo chiqayotgan bo'lsa, ha ning mahraji o'pka deyish kerak bo'lib qolardi. Agar buni sal ozgina yopib, havoni mana shu halqumimizning devoriga yo'naltiradigan bo'lsak,
shu yerga sirg'alib o'tadi va uning mahraji demak shu yerdan chiqayotgan bo'ladi. Farqini mana tasavvur qilib ko'ramiz. Bu to'g'ri talaffuz, bo'lsa bu noto'g'ri. Bo'lsa hech qayerga tegmayapti. Bo'lsa bu o'sha halqumimizdan chiqayotgan bo'ladi. Demak, tilimiz ham ayni paytda yana bir narsani tushuntirib o'tishimiz kerak. Tilimiz ham tabiiy ravishda turadi. Faqatgina shu mahrajga mana pastdan kelayotgan havomiz mana shu yerdagi joylashgan mana shu tovush paychalarimiz oldidagi halqumning eng quyi qismiga siqilibroq o'tish kerak va havo bemalol og'zimizda mana bunday yo'nalish bo'yicha chiqib ketishi kerak. Lekin ayrimlarda shunday xato kuzatiladi. Degan. Masalan, Bismillahirrohmanirrohim deb o'qishlarni eshitamiz. Ga yaqinroq bo'lib qoladi. Hi, hu. Bismillahi yoki Allohu. Ana o'sha holatlarda tilimizning mana bu qismi tanglayimizga tegayotgan va mahraji shu yerdan chiqayotgan bo'lib qoladi. Bu ham noto'g'ri. Mana tilimiz mana shunday tabiiy holatda turish kerak. Yo'ning mahrajiga tilimizni, ya'ni tanglayni mana bu qismiga olib kelayotgan va havo kelayotgan havo shu yerdan siqilib o'tayotgan bo'ladi. Bismillahi bo'lmaydi. Yoki alhamdulillahi robbil alamin deb o'qiganlarni eshitamiz. Alhamdulillahi. Yo'q, unday emas. Alhamdulillahi deb talaffuz qilinadi. Buni mana endi bir chetdan o'qiydigan bo'lsak, tuzalishligiga yana ham yaqin bo'ladi. Hi, hu. Boshida kelishi, o'rtada kelishi, oxirida kelishi mana shunday hi, hu talaffuz qilinadi. Bu yerda hali aytganimizdek hi, hu ham emas, hi, hu ham deb talaffuz qilinilmaydi. Va ayni paytda bu ni halqumdan chiqaraman deb boshida shunday yo'g'on qorish holatlari bo'lib qolishi mumkin, chunki bor e'tiborimiz halqumga ketib qoladi. Ha deb og'zimizni yoyib yuborishimiz ham mumkin. Ha, hi, hu deb qo'pol aytish ham holatlari kuzatiladi. Unga ham e'tibor beramiz. Og'zimizni yoyamiz. Hi, hu. Va ayni paytda dimog'ga ham ketib qolmasligi kerak. Yoki bo'lib chiqmasligi kerak. Zammalari og'zimizdan hu, hi bo'lib chiqishligi kerak. Hab. Demak, haga e'tibor beramiz va b ga ham, demak qalqalasiga va qattiqlik, shadda sifatiga e'tibor beramiz. Hab. Ham. Mana shunday talaffuz qilinadi. Ham. Mimni bayniya sifatiga ham e'tibor berishimiz kerak. Ham bo'lib qolmaydi, balki ham. Hal. Bunda ham lada mahrajida to'la yoyilish kerak va bayniya sifati to'la talaffuz qilinish kerak. Haga e'tibor beramiz. Hal ham emas, hal ham emas. Hal. Huwa. Bu juda ham ko'p ishlatiladigan so'zlardan, shuning uchun ko'proq mashq qilishimiz kerak. Qul huvallohu deganimizda ham huwa bu yerda huwa bo'lib dimog'ga ketib qolmasligi kerak. Huwa bo'lsa noto'g'ri bo'ladi. Ayni paytda huwa bo'lib qolishligi kerak emas. Huwa, balki huwa, hiya, hum. Bu yerda hni etib, keyin zammaga o'tadi labimiz. So'ng mimda yana labimiz zammaga qaytishligi kerak bo'ladi va mimning bayniya sifatini bildiramiz. Hum. Zuh. Buni talaffuz qilishlikni hozir oxirgacha o'qib bo'lganimizdan keyin og'izdagi shaklini ham ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Bunda e'tiborliroq bo'lishimiz kerak. Zni aytib olib, zazizuda o'tgan edik bu qoidani. So'ng zammaga boradi labimiz. Ayni paytda hni talaffuz qilayotganimizda labimiz yana qaytish kerak, bo'lmasam h yo'g'on bo'lib qoladi. Zuh bo'lib qolishi mumkin. Zuh. Agar labimiz zammada qolib ketadigan bo'lsa. Va ayni paytda hni ham rohova degan sifati bor, ya'ni sirg'aluvchilik. Zuh bo'lib to'xtab qolish kerak emas. Bir muddat zuh deb havo chiqib olguncha kutishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun ham
ihdinas sirota deganimizda Fotiha surasida ihdinas sirot deb tez o'tilmaydi, chunki rohava sifati bor bunda. Mana shunday bir muddat ihdinas sirota. Shunga o'xshash zuh. Mana shunday talaffuz qilinadi. Zuh deb to'xtab qolish kerak emas. Aham harakatlarga ham e'tibor beramiz. Demak, aham bo'lib qolmasin. Aham mimning bayniya va g'unna sifatlariga ham e'tibor beramiz. Wahab wahab bo'lib qolmasligi kerak. Wahab lahab lahab mas lahab waham waham lahum lahum bo'lmasligi kerak. Lahum bo'lmasligi kerak. Mimning ayni paytda bayniyasini ham bildirish lozim. Lahum bihim. Mana shu kasrali bo'lganda chiqarish osonroq bo'ladi. Mashq qilganda zammali yoki fathalida chiqmayotgan bo'lsa, mana shu alayhim, ilayhim yoki bihim deb talaffuz qilsa, o'rganib olguncha hni chiqarganda, hni kasrali aytganda topib olish osonroq mahrajini, keyin boshqa harakatlarga o'tsa, osonroq o'tadi. Bihim minhu minhu nunni bayniya sifatiga ham e'tibor beramiz. Minhu deb o'tib ketib qolish kerak emas. Minhu va hana minhu bo'lmaydi. Ayni paytda minhu ham bo'lmaydi. Minhu minhum na bilan ma bir xil talaffuz qilinadi, chunki ikkalasini ham sifati bir xil. Minhum minhum ham emas, minhum ham emas. Ilayhi mana bu yerda chiqarib olish oson. Ilayhi yana bayniya sifatini oldin bildirib olamiz. Ilayhi bo'lsa bo'lmaydi. Ilayhi yo'q. Ilay sirg'alish kerak. Ilayhi keyin hni talaffuz qilamiz. Bu yerda ham kuzatilish mumkin bo'lgan xato ilayhi bo'lib qolishligi yoki ilayhi bo'lib, haligi aytganimizdek tovush paychalarini keragidan ortiq darajada ochib yorishlik xato hisoblanadi. Ilayhi ilayhim bu ham xuddi ilayhidagi oxiriga faqat mim qo'shilgan. Ilayhim amhilhum mana bu yerda amhilhum mimning bayniya sifatini bildiramiz. La ma bu yerda 3 ta harf ham sifati bir xil, bayniyalik sifati bor, bir xil muddatda talaffuz qilish kerak. Amhilhum desa ham bo'lmaydi, amhilhum deb o'tib ketsak ham bo'lmaydi. Amhilhum hammasi bir muddat bilintirilib, sukunini bildirilib, ayni paytda qalqala ham qilib qo'yishlik kerak emas. Amhilhum bo'lib lada ko'proq qalqala bo'lish ehtimollari kuchayib ketadi. Amhilhum bo'lib yo'q. Amhilhum va haga e'tibor beramiz. Amshilhum bo'lmasligi kerak. Amhilhum bo'lib talaffuz qilinadi. Bir sidra o'qib beramiz. Ha, hi, hu, hab, ham, hal, huwa, hiya, hum, zuh, aham, wahab, lahab, waham, lahum, bihim, minhu, minhum, ilayhi, ilayhim, amhilhum. Bugungi darsimiz mana shu harfdan iborat. Keyingi darslarimizda f harfidan boshlaymiz. Hozir e'tibor berib turadigan bo'lsak, bu yerda mana shu ikkita kalima bor edi, talaffuz qilishlik qiyinroq bo'lgan. Shuni og'izdagi ko'rinishda aytishga harakat qilamiz. Masalan, ulardan biri hum hni aytib olamiz oldin, keyin zammaga labimiz chiqish kerak bo'ladi. Keyin mimda yana m qanday talaffuz qilsak, o'sha joyga qaytish kerak. Hum hum mana shunday talaffuz qilinadi. Xato talaffuz qilishlik oldin u qolib hni aytishlik va m da ham zammamiz labda qolib ketishlik. Hum bo'lsa bo'lmaydi. Hum deb talaffuz qilinadi. Keyingi
kalimamiz ham zu. Mana z oldin aytib olamiz,